Tanishinglar, bular inson terisidan yasalgan san'at asarlari. Bu esa san'atkor. Edvard Geyn o'zini san'at yaratayotganligiga ishongan telba. U qabristondagi yangi ko'milgan jasadlarni qazib olib, o'zini uyiga olib borardi va u yerda turli xil ularni terisidan uy jihozlarini yasardi. Misol uchun divan yasagan undan, maska yasagan, sumka yasagan, kiyimlar yasagan. Bularning bari 1945-yilda uning onasining o'limidan so'ng sodir bo'lgan. Aniqlanishicha, unda onasiga bo'lgan sig'inish, ayollarga bo'lgan nafrat va ayol bo'lish xohishi bo'lgan. 1957-yilda bo'lgan qotillik sabab uni uyida gumondor sifatida tintuv o'tkaziladi va uni uyini tekshirgan politsiyachilar hayratda qoladi. Uni uyida turli xil insonni tana a'zolaridan yasalgan buyumlar bor edi. Bu voqealar matbuotda yoritilganidan so'ng Leatherface, Psycho filmlari bundan ilhomlanib yaratiladi va yaqinda Netflix 2025-yilda Edward Geyn haqidagi hujjatli filmni taqdim etdi va unda Ed Geynning hayoti to'liq ochib berildi. Profilimdagi linkdan o'tib, mana shu kod orqali yuklab olsanglar bo'ladi. 18 yoshdan kichkinalar ko'rmasin.